Yo'q, qo'lim bilan sindirishga majburman, lekin vot judayam zo'r. Agar kerak bo'lsa seni Telegram rechkamga bor. Ana. Короче, do'stlar, mana bu yerda qandaydir orollar bor, o'sha orollarga borishimiz kerak. Biz hozir iloji boricha ko'proq yelkanlashimiz kerak. Vabloq shunga. O'zi shu chekkadan qo'ya boshlashimiz kerak. Sababi tushib ketish ehtimoli bo'ladi-da. Ana. Mana. Qarshida qiziq modlar kerak bo'lsa, bizda Telegram kanalimizda mavjud. Blok. Hozir uyga yetib boramiz. Kimdirlar bor. Lekin hech qanday oson bo'ladi deb umid qilmayman. O'zarcha biz boqqa judayam ko'p narsalarga kirishimiz o'shaning uchun hammasi tayyor bo'lib keyin boshimiz kerak. Agar borib tayyor bo'lmasdan bo'lsak, bilmadim. Okay, let's go. Короче, do'stlar, shu bilan hozir nimaga bilan qarsindirishga harakat qilaychi. Tushda bo'ldim. Короче, har narsa tayyor bo'lishimiz kerak. Va o'zingiz ko'rdingiz, ikkinchi bor tushib ketyapman. Yana bittasi. Oldim endi. Qaytdik, yana eshitmamiz yo'q. Hamma narsamiz bo'lgan olib qo'ysam, yo'q so'nib chiqsa yana bitta joyga hammasini bitta qilib qo'yasdim. Chunki ular chiqib tushishimizga bo'lmaydi. Tushishimizga sababchi bo'lmaydi. Yaxshi. Sanda ajoq vadi ekan. Lekin bir tomonda yaxshi. Dollarni bo'ladi. Короче, qo'l yopishimiz kerak. Bugun bitta orolga borishimiz kerak. Xohlaganimiz. Yana chiqdi skelet. Yo'q qol. Hamma e'tibor qilmaymiz. Короче, bitta bo'lsa ham bir orolni bitirib ketishimiz kerak bugun. O'shanga ko'proq blok yig'ishimiz kerak. Bloklarni nima qilib qo'ysak, tushib ketmasligi yaxshi bo'lardi. Mana shunday uzoqqa boya qilib ko'rayotgan bo'lsangiz, hozircha uzoqdan qilyapti. Anda qo'yib qilaveramiz. Hatto ertalab bo'lmaydi ekan. Mana qurolli. Qo'yib bo'lganiga qurolli bilan aytgancha. To'g'ri. Mana. Bir qo'ydim. Voy. Kichkina xatoda. Avoz. Aşağıya. Aşağıda bildirim kerak hozir. Blok yo'qlaylik, bildirim qo'yamiz aşağıda. Oradaki shag'liga bilinib turish kerak-da bunday. Ko'rgan vaqtda vablok turgan joy shag' deyish kerak. Yana blok kerak.
Mana mana ketdi. Ana shunday qilib kavlavrab dedi. Sokin musiqacha bilan davom etamiz. Xullas hozircha yetadi. Endi bir to'ldirib chiqamiz hamma joylarni asta. Yo'qol. Bo'lib ketdi. Elevator ochilib ketdi. Ketamiz va bitta blochka bo'lishdi. Endi orolga qarab go. Xullas orolgacha peshkom deydi-ku, o'zbekchacha. Shunday. Endi aralash bo'lsa ham qo'yaveramiz, oxiriga yetolsak bo'ldi. Yetolmayapmiz. Yana ozroq olib kelishimiz kerak ekan. Imkon chekini qo'yib tashlab qo'ymaydi. Hammayni. Yana bitta yig'amiz. Xullas, modlar kerak bo'lsa bizni aplikasiya qoldirgan Telegram kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Bemalol yuklab oling va mazza qilib xorda qoling. Mana motosikletda bir joy qilamiz. Gravitatsiya uncha yoqmaydi odamlarga. Misol uchun gravitatsiya ishlayotgan bo'lsa, umuman yoqmadi. Endi nachora. Lekin gravitatsiya bo'lgani bilan juda ham qandaydir boshqacha atmosfera turibdi hozir atrofga. Bu atmosfera hozirga tushuntirib bera olmayman. O'zingiz bir o'ylab ko'ring, keyin gapirasiz. Keyingi videolarimizda har xil youtuberlar bilan birga video olamiz. Kommentariy yozing va kimni like ko'proq bo'lsa, xuddi o'sha bilan uchrashamiz. Gap-gapligi. Ishonmanglar, lekin kommentariy yozib qolsanglar, xohlagan blogingiz bilan ko'rishimiz mumkin.